Hammaga xayrli kun. Bilmadim bizda Buxoroda sovuq, lekin shunga qaramasdan sochimni kraska qilishga qaror qildim. Anchadan beri bu narsani uyda qilib o'tdim. No, bu safar salonga borib qildirgim kelib qoldi. To'g'risi salonga qildirganimda 1-2 marta kiyimlarimni dog' qilishuvdi. Shu uchun uncha bormay qo'ydim. No, sizlar bilan hozir bugun borishga look tanlaymiz. Bizda mana shunaqangi qora shim va 2 xil sviter bo'ldi. Nimagadir qora kiyim qish kelaverdiki, kiyishni yaxshi ko'raman. No, ko'pchilik aytadi, "Sani bo'g'adi" deydi. No, birinchi lookimda xuddi Wednesdayga o'xshab qoldim. Ikkinchisi paka normaliy, mana shunaqa yo'l sviterlar nimagadir hech ham modadan qolmaydi. Ancha yillar oldin kiygan bo'lsanglar ham, no, qaytib kiysanglar ham xuddi yangi olgandek bo'lib turaveradi. Bizda ikkinchi look qoladigan bo'ldi qizlarjonlar va shunga moslab issiqqina shapka va ustidan kurtochka kiyishim kerak bo'lmaymi? Chunki buni bitta o'zi bilan menimcha sovuq qotib qolsam kerak va mana shunaqangi jinsovka qora kurtkamni kiydim. No, normalniy, yaxshi ketdi menimcha. Oldinni yopib olishni yaxshi ko'raman. Bilmadim, menga shunaqa kurtka yoki paltolar bo'lsa, tugmalari bo'lsa, tugmasini, bo'g'ichi bo'lsa, bo'g'ichini mana shunday yopib kiyish yoqtiraman. Oldim ochiq tursa, xuddi tartibsiz kiyinganga o'xshab qolaman nazarimda. Mana shunaqangi qora shapka kiydim, chunki sochimni kraska qilgandan keyin yuvishadi ham va nami unaqangi zo'r ketmagan bo'ladi, shamollab qolishim mumkin. Lekin menimcha lookimga mos tushdi aynan mana shu qora shapka va shunaqangi zimniy havoga mos bo'lgan atir sepamiz Louis Vuittondan. Mana shunaqa atirni ko'p sepaman, hayron qolmaysizlar qizlar. Lekin oramizda menimcha bunaqa ko'p atir sepadiganlar ko'p bo'lsa kerak. Shunaqangi qora sumочка taqdim. Bizdan shunaqangi look bo'ldi. Vot qani yaxshimi? Qo'p qora look, qora kiyim menga uncha yarashmaydi deydi ko'pchilik. No, endi qishda shunaqangi qora kiyinish kerak baribir.